أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وآله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün Menhelul Hadis fi Şerhil Hadis degan kitabımızın Kitabul İman, şu imanğa münasebetlik tema hakkında dersimizni davomlashtirmoqchi. Dersimizning 33. hadisga keldik. 33. hadisdan boshlaymiz. Ana Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi ve sellem قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. Abi Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini rivoyat qildi. Vallazi mening jinim uning qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, men o'tanga buyruq o'tun yig'ilsa, an namozga buyruq namozga azan o'qilsa, keyin bir kishini o'rnimda imam bo'lishga buyursam, o kishilarga imam bo'lsa, keyin masjidga kelmagan odamlarning uyiga berib, ularga uylarini ko'ydirib olsam deganni arzu qildim, shuni niyat qildim, maqsad qildim. Mening jinim uning qo'lida bo'lgan zot bilan qasamki, agar ularning biri semiz go'shtni topolgan bo'lsa, arqon degan ustida azroq go'shti bor so'ngakni demakki, semiz bir go'shtlik so'ngakni topolgan bo'lsa yoki go'zal ikki putni topolgan bo'lsa, cho'qim qutlam namoziga keladi dedi. Demak, Rasululloh bu hadisda jamoat namozining naqadar muhimligi, jamoat namoziga kelishning, ya'ni namozni jamoat bilan o'qishning naqadar shariatda muhim ibodat ekanligini o'tirib qo'ydi, birodarlar. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jamoat kelmagan kishilarni qanday qilmoqchi, o't qo'yib atmoqchi, ko'ydirib atmoqchi bo'ldi. Balkim bu ko'ydirib o'tishning ichida ulab ketishi mumkin. Ko'ydirib o'tishning ichida iqtisodlari hammasi vayron bo'lib ketishi mumkin. Ammo shundoq niyatlarni qildiki, chunki bu jamoat masalasi, islom ummatining birlik masalasi, o'mlik masalasi, islom ummatining ittifoqlik masalasi, islom ummatining la ilaha illalloh degan bu so'zda bir gavda bo'lish masalasi, dinning yildizi, dinning g'uli va dinning asosi masalasi va dinning umumiy bir butunligiga munosabatlik masala va bu dinning eng oxirisida oliy va ustun bo'lishi, musulmonlarning Alloh subhanahu va taolo va'da qilgan go'zal va'dalarga erishishninki bir yo'li ekanligi muayyanlashgan bir masala. Shuni Rasululloh bu hadisda ana o'tanga buyurib, u yig'ilsa, namozga buyurib azan o'qilsa, imom bo'lib, hatto o'zi bir vosita muboshir holatda shu ishni qilishga buyurdi. Demak, bu hadis jamoatning ahamiyatiga naqadar ahamiyat beradi. Al-ma'na al-'am, umumiy ma'nosiga bir qaraylik. Min abraz ahdafil islam tarabutul mujtama' va gharsul mawaddati wal mahabba بين أبنائه حتى يسبح كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهماء. İslamның aniq maqsadlaridan jamiyatni bir-biriga bog'lash,
cemiyet a'zolari arasida do'stlik, yaxshi ko'rishni tikish, ya'ni yaxshi ko'rishni paydo qilish, toki u jamiyat bir jasadga o'xshash bo'lgan qadar bir a'zo og'rib qolsa, uningga boshqa a'zolar, ya'ni a'zoninki, jasadninki, a'zoninki boshqa taraflari uyqusizlik bilan, qizitma bilan moslashadigan darajada bir jasadga o'xshash aylangan qadar buni tikish. Mana bu islomning maqsadi. Xuddi bütün bir jamiyat a'zolarini bir a'zoga aylantirib o'tish islomning maqsadi. Hammasini bir gavdaga aylantirish. Bir islomiy jamiyatning bir tarafiga shundoq bir kasal yoki musibat yoki suiqasd kelsa, bütün jamiyat o'xshash uningga silkinadigan, o'xshash qaraydigan, o'xshash o'yg'onadigan, o'xshash fikr qiladigan, o'xshash shu masalaga qarata inkas bildiradigan jamiyatdagi, islomiy jamiyatdagi har bir shaxsni o'zi men, oilam, mening deb hisoblaydigan qilish uchun qilish bu islomning oshkora maqsadlari. Laqad wulida al-islam fi mujtama'in mutafarriq la yadhummuhu hadaf wa la tajma'uhu ghaya yughiru ba'dahu ala ba'd wa tatarabba'u kullu qabilatin ala al-ukhra. Islom har qabila yana biriga ustunlik qiladigan, birisiga hujum qiladigan, bir maqsad jug'lamaydigan, bir g'oya birlikka keltirmagan chechilang'u bir jamiyatda dunyoga keldi. فحارب الإسلام هذه العصبية وسوى بين الناس كأسنان المشط ونادى بقرآن يتلى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Şunlaşqa İslam bu xil tarabbazlıqqa, qabilavazlık, yurtvazlık, cematvazlık, milletvazlık diğer vazlıqqa jang e'lon qildi. Odamlarni tog'oqning tishlariga o'xshash tuz hammasi bir jamiyatning a'zolari, hammasi islomning a'zolari deb barobar qildi. O'qiladigan Qur'on bilan nido qildi: ey insonlar, biz sizlarni er va ayoldan, ya'ni Odam alayhissalom bilan Havo onamizdan ikkisidan yaratdik. Sizlarni xalq, qabila qildik o'zaro tunishinglar uchun. Haqiqatan sizlarning hurmatliroq Allohning nazarida taqvoroqlar dedi. Demak, bu yerdagi chechilish, bo'linish, parch qilish, bu islom bilan bog'lanish, islom bilan birlikka kelish uchun Alloh taolo imtihon, sinab qilganligini o'zi bayon qildi. Demak, millat bo'lish, qabila bo'lish, yurt bo'lish, har xil tavalliklarga tava bo'lish bu zid, qarama-qarshi bir masala emas. Madam onu İslam jug'lasa, İslam ostida birlikka kelsa va shu islomning birligida islomga xizmat qilish bilan, Allohga qulchilik qilish bilan inson o'zininki mukarramligini isbotlasa. Shuning uchun vatan, qabila, jamoat, yurt, mahalla bilan ulug'lik, imtiyoz, hurmat, sharaf hosil bo'lmaydi. وكان لا بد من وسائل تقود إلى غرس هذا المبدأ وكان لا بد من تدريبات عملية تتبع المسلمين على الإحساس بهذه المساواة. Bu prinsipni tikishga yetaklaydigan vosita lozim bo'ldi. Musulmonlarni bu barobarlikni his qildirishga odatlantiradigan amaliy chiniqtirishlar lozim bo'ldi. Fakanat salatul jamoat, shunlashqa jamoat namozi farz bo'ldi.
İmamuha Resulullah ve munadiha Bilal ibn Rabah el-Abdul Habeşi. Bu cemaat namazının imamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaat namazına çağırgıcı Habeşistonlik kul Bilal ibn Rabah. Yaqiful muslimuna fiha sufufan ka sufufil malaika. El-menakib mulasiqatun lil menakib. والأقدام مساوية للأقدام الغني بجوار الفقير والقوي بجوار الضعيف الكل يتحرك حركة واحدة ويسكن سكونا واحدة. Müslümanlar bu cemaat namazında malaikelerin seplerine okşaş sep bulap durudu. Üçnülerge çaplaşkan. Kademler bilen beraber bay kembagılının kışıda, güçlük acizinin kışıda, hemmisi birlam hareket kılıdı, birlam toktaydı. Faiza kudiyeti sala, namaz tüggen çıgıda Müslümanlar bir bilen uçuruşup öz menfaatlerini ders kılışıdı, bazısının ahvalını soraydı, yoklarını izleydi. Mescitlerde her günü keçe 5 kıtım uçuruş buludu. Mana bu Müslümanlardaki birlik, beraberlik, inatlık, ömlükni yitildiriş, şekillendirişteki ameli çeniktiriş ve ameli vasıta. Ve dakhala fil İslami munafiqun saqulat aleyhim salatul fecr ve salatul aşa وثقلت عليهم الجماعات فكانوا يتخلفون وكرر رسول الله على مسامعهم الترغيب في الجماعة فسموا آذانهم فكان المناسب لهم الوعيد والتهديد. İslamga münafıklarmı kirdi. Ularga bomdat namazı, xuttam namazı igri keldi ve ularga cemaatmi igri keldi. Şunlaç ular cemaatin arılavatdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ularning quloqlariga jamoatga takrar qiziqdi. Ular quloqlarini pang qilib oldi. Ularga munosibi tahdis selish, qo'rqitish bo'ldi. فقال رسول الله لقد فكرت وهممت أن أنفذ فكرتي أن يؤذن المؤذن للصلاة ويقيم ثم آمر رجلا يصلي بالناس بدلا مني ثم آخذ بعض الفتية وبعض حزم الحطب فنهرق بيوت المتخلفين عن الجماعة وهم فيها. وخاف المنافقون وضعاف الإيمان من التهديد فحافظوا حتى المريض الذي لا يستطيع المشي كان يأتيها بين رجلين يستند إليهما وحتى الأعمى الذي يشكو تعثره في الظلماء وفي السيل لم يؤذن له بالتخلف عن الجماعة. وأصبحت الجماعة في المسجد لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق مغاظب لله ورسوله وللمسلمين. Şulaşka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq dedi. Men oylandım ve fikrimni icra qilishga bel bağladım. Muazzin namazga azan o'qisa, takbir o'qisa, keyin namazga mening o'rnimda insonlarga mening o'rnimda namoz o'qib turadigan bir odamni buyursam, keyin ba'zi yigitlarni elib, ba'zi yigitlarni va ba'zi o'tanning bir yudim o'tanlarni elib olsam ve cemaattin ayrılıp qolg'uchilarning uylarini ular uyda turayotgan holatida ko'ydirib olsam deganini o'yladim dedi. Munofiqlar, iymoni ojizlar tahdiddan qo'rqishib ular namozni, jamoatga ahamiyat berdi. Hatta mağanmaydigan keselmi cemaatga ikki kishiga yuyulinib keldi. Hatta qarang'uliqlarda yiqab tushdi. Selda yiqab tushishini shikoyat qilgan qarg'imi onunga cemaatdan ayrılıp qilish ruxsat qilinmadi. Masjidda ki cemaat onundan
uçuq munofiq ayrılıp qoladigan, Allah va uning rasuliga musulmonlarga g'azab qilgan kishilar ayrılıp qoladigan bo'ldi masjiddagi jamoat. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَيَلْقَوْنَ غَيًّا. Ulardan keyin bir avlod keldi, ular namozni zoya qildi, shahvatlarga ergishdi, ular ozg'inlikqa uchrashdi dedi. Demak, islom mana namozni 5 vaqt musulmonlarning bir-biri bilan uchrashishi, ko'rishishi, qo'l elishib ko'rishishi va yuzma-yuz ko'rishishi, shu orqali o'zining ijtimoiy har turli masalalarini kunda bir necha vaqt uchrash orqali hal qilishi uchun bu jamoat namozini yo'lga qo'ygan. Al-mabahisul arabiyya, arabcha tadqiq qilingan so'zlar. Laqad hamamtu lam qasamning javobi. Vallazi nafsi biyadihi degandeki vallazi degan qasamning javobi laqad hamamtu shu. Hamamtuning ma'nosi qasabtu degan ma'noda, ham degan azm degan ma'noda, iroda qilish. Dilinde dunal azm, bu azmining tundikroqini deymiz, keskin iroda emas, shunda o'ylagan, niyat qilgan demakdir. An amura bihatabin fayuhtab degan fayujma, o'tanga buyursam, u o'tan yig'ilsa demakdir, toplansa. An amura bis-salat, al iliplam as-salatki cinsi iliplam. Unda olganda bu namaz, am namaz. Dilinde ehde, yani şu ehde zihni. Unda olganda tunumluk namaz, tam namazı ya bomdat namazı ya ki cuma ve hakaza rivayetler. Summa ukhalifa ila rijalin degan atihim min khalfihim, ularga aqsın kelsem. Dilinde atakhallafa cemaatdan ayrılıp qilib uyda tuğanlarning qishig'i basam, ya'ni namoz o'quvchilardan ayrilib qasdan uyda turib qolganlarning uylariga basam demakdir. Taqyid bir rijal, unda erlarni qayd qilib olish ayol va bolalarni chiqaradi. Chunki ayol bolalarga jamoat qilish o darajada muhim emas. Fa uharriq alayhim buyutahum, uharriq zir o'qiladigan, ya'ni tashdid bilan uharriq deb o't bilan ko'ydirishda mubolag' qilishni, zali ko'ydirib kul qilyapsam demakdir. Arqan samin ayning zivir bilan raning sukuni bilan arq deb bu uning ustida azroq go'sht va so'ngakni demakdir. Ya'ni bir so'ngki va go'sht ulab qolsa, ya'ni manfaat ulab qolgan bo'lsa keladi deydi. Demak, bugungi kundagi o'xshaydi birodarlar. Ev mermatayn hasanatayn, ev bir de türleştirmek için. Ya bunda olsa, ya bunda olsa. Ya xuddi ya uyingizda lag'man bo'lsin, yoki polo bo'lsin degandek. Shak uchun emas. Mirmat mimning zibri bilan, ba'zi zibar o'qiladi. Zir bilan zibar o'qiladi. Mirmat, mermat. Bu qo'yning tuvuqi. Yoki tuvaqning orasidagi go'sh. Dilinde o'g'a atiladigan o'qning ismi mu deb. Maqsad uning bilan dunyoning matolaridan arzimas bir narsa. Shunchalik haqir insonlikka umunofiqlar, shunchalik xor ishanki umunofiqlar, ashunchalik bir narsa qo'yning tuvuqi, bunchilik yoki g'ajab tashlayotgan so'ngakning ustidagi go'shchilik bir narsa bo'lsa, o yugurib keladi, o oldirab keladi, ammo jamoatning fazilaticha kammaydi demak. Fiqhul hadis, hadisning mazmuni yushirul hadis ila salatil jamaa va at-tashdid fil amr biha va at-tahwiq min at-tahawun fiha. Amma hadis jamoat namoziga va u jamoatga bo'lgan jamoat namoziga ishorat qiladi va jamoatga buyurishda qattiq chin turishga ishorat qiladi va jamoatga sal qarashdan qo'rqishga ishorat qiladi. Ammo fazluha faqat waradat fihi ahadis kasira, ammo jamoatning fazilati haqida nurg'un hadislar keldi. Va annaha afdalu min salatil fard bi 25 aw 27 daraja.
bu cemaatning namazının yalğız kişinin namazıdan 25 ya 27 derece afzal ekanligi hadis keldi. Amma hukmuha fa fihi arba'atu mazahib. Amma cemaatning hukmi meselesinde 4 xil qarash bor. Cemaatning hukmi meselesinde. Al-awwal annaha fardu ayn ve şartun li sihhati salat. فلا تصح الصلاة بدونها إلا لعذر وهو مذهب داود الظاهري ورواية عن أحمد ودليلهم ظاهر التهديد في الحديث وهو عقوبة لا يعاقب بها إلا الكفار. Birincisi cemaat farz ayn. Hükmü namazның durus buluşunun şerti. Cemaatsiz okulgan namaz asla durus namaz emas, asla kabul namaz emas. Asla Allah subhanahu ve ta'ala'nın huzurunu öğürleydiğen namaz emas demek. Namaz onunsuz duruş olmaydı. Fakat özrü cehdedin. Hem bu özre tokur buktu, ya ki kopanlıqda kesel buktu ve hakaza degende. Bu Davud-u Zahiri'nin mezhebi. İmam Ahmed'in kelgen bir rivayet. Olanın delili hadisteki tehdit körünüşü. Bu enin bilen kafirlam cezalanadigan cezaya var. Bunda olgandakin kafirlam cezalanadigan ceza onu öldürüp ot bilen öldürüş, ot bilen köydürüp ötiş bu kafir cezalanadigan ceza. Hatta kafir mi ot bilen köydürülmeydi. Şunun için bu bek muhimken demektir. Bu qarashlarning en acizi ve to'g'ridan yiroqroqi. المذهب الثاني أنها فرض عين وليست شرطا لصحة الصلاة فتصح الصلاة بدونها مع السم وهو مذهب عطاء والأوضاعي وأحمد وجماعة من محدث الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر. İkinci xil qarash cemaat farz ayn. Namazning sahih bo'lishning sharti emas. Şunlaşqa namaz ununsuzmu sahih bulaverdi, günah bilen. Günah buludu lekin bulaverdi. Bu Ata, Avzai, İmam Ahmed'nin qarışı ve Şafii'nin muhaddislerinin bir cemaatinin qarışı. Ebi Sevri, İbn Huzeyme, İbnül Munzir'e okşaş. Ve deliluhum delilul evvelin. Bunların delili avvalki kişilerin delili. Ve qalu yeni bir delil. Lev kânet eğer bu cemaat farz kifaya bo'lgan bo'lsa, Peygamber Aleyhisselam'ın cemaat bilen tuğanlığı kifaya kılardı. Yani Resulullah cemaat bilen namaz tuğanlığı kifaya kıttı. Eğer sünnet bo'lgan bo'lsa, cemaatni taştıgan kişini ot koyup köydüreş bilen tehdit kılmaydı. Shuningdek, ular cemaatning farzligiga xavf namaz bilan delil talab qildi. Chunki bu namazda namazga qarshi keladigan ishlar bor. Xavf namozida o'zinglar bilasizlar, bir saf o'qiydi, ikkinchi saf o'qimaydi, ikkinchi saf o'qiydi, oldingi saf o'qimaydi. Xavf namozini inshaalloh vaqtida tafsili bayon qilamiz. Bu jamoat uchun ishlangan namoz. Mana shu jamoat yo'qolib ketmasin-da. Ve cemaatni tashlashda bunda qattiq ig'ir vaziyatda ruxsat qilinmadi. Bu farz kifoya uchun ishlanmaydi, sunnat uchun ishlanmaydi. Farz kifoyalab qolgan bo'lsa qo'yib qo'yilibdi, sunnat uchun bo'lgan bo'lsa qo'yib qo'yilibdi. Summa inna nabiy sallallohu alayhi vasallam lam yurakhis li ibn Umm Maktum wa huwa a'ma fi tark al-jama'a wa law kanat farz kifaya aw sunnah la rakhasa la. Keyin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İbn Umm Maktumga ruxsat qilmadi. O qarg'u holatda jamoatni tashlashga. Agar farz kifoya bo'lgan bo'lsa, ya sunnat bo'lgan bo'lsa, uni ruxsat qiladi. Mana bu dalil. Al-mazhabu salis annaha fardu kifaya. Üçüncü xil qarash bu jamoat farz kifoya. Bu ilgirki cumhur La'nın qarışıdır Şafii mezheptikilerden. Şafii mezheptikilerdinki ilgirkilinin qarışı şu. Ve bihi qali kesirun minel hanefiyye vel malikiye. Bu xil qaraş bilen nurgun hanefiler ve maliki mezheptikilerdedir. Hanefi mezheptikiler mi? Farz kifaya. Farz demektir. El mezhebu rabi annaha sünnetun muakkada. Dördüncüsü qaraş cemaat sünnet-i muakkada.
Bu kimkilerden de meşhur. Ve kad acabu an zahiril hadis bi iddet ercübe ehemmuha. Yani bula hadisninki zahiristin tüt bir neçe xil cevap bilen cevap verdi. Onun muhimi ennel hadise nefse yedullu ala adamil vucu' لكونه صلى الله عليه وسلم هم ولم يفعل ولو كان فرد عين لنفذ ما هم به فتركه التحريق بعد التهديد دليل عدم الفرضية. Hadisning o'zi vacib emasligiga, ya'ni farz ayn emasligiga dalolat qiladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam qasd qilgan bilan qilmaganligi uchun, shunda o'ylagan bilan qilmaganligi uchun. Agar jamoat farz ayn bo'lgan bo'lsa, Payg'ambar alayhisalom o'ylaganni maqsad qilganni ijro qildi. Payg'ambarimning tahdid sab bo'lgandan keyin o't bilan ko'ydirib o'tishni qo'yib qo'yishi farz emasligining dalili. Agar farz ayn bo'lib qolsa Rasululloh qo'yib qo'yam o'ylab baqalar shuni. Rasululloh qilmay qo'yib qo'yami? Resulullah'a layıkmı şu? Es-sani, ikincisi hadiste eldiğen hüküm. لو كانت فرزا لقال للذين صليا في رحالهما من غير جماعة أعيد صلاتكما أو أنتما آثمان لكنه قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. Agar farz bo'lgan bo'lsa, Payg'ambar alayhisolatu vasallam yotig'ida jamoatsiz namoz o'qigan kishilarga namozinglarni qaytadan o'qinglar yoki sizlar gunohkor dedi. Lekin Payg'ambarim sizlar yotig'inglarda namoz o'qisanglar, o'qib, an masjidga kelsanglar, namoz o'qinglar, u namozinglar sizlarga nafl dedi. Unda bo'lganda kelinglar, kamsanglar bo'lmaydi deydi ayadicha. Masalan bu hadisda ikki kishi safarga chiqib qolsa, ikkinchi namozni yataqda o'qinglar, masjidga borib qolsanglar qayta o'qitinglar dedi. Bu qayta o'qish u nafl demakchi. Cho'qim qayta o'qinglar dedi. Chunki farz bo'lgan bo'lsa. Es-salis, üçüncüsü qalal baji innal hadis varada mawridal zajri ve haqiqatuhu gayru murad. Baji mundaq dedi. Hadis ayıplaş, silkib o'tish o'rnida keldi. Haqiqati maqsad emas. Bu hadisning maqsadi silkish, qiqish, qattiq zarba berish. Bu o'rinda kelgan hadis bu-ku, o haqiqati maqsad emas. Amaliyotni ijro qilish, amaliyotni shundoq ko'ydirib o'tish maqsad emas. Rabi dördüncüsü ulamalar mundaq dedi. Qala ba'duhum innal murad bit tahdid qawmun taraku salata ra'san la mujarradal jamaa. Ulamalarning ba'zi mundaq degan. Maqsad tahdiddan namozning o'zini tashlayotgan kishilar. O jamoat emas. O jamoatni tashlayotgan bilan unday emas, namozni tashlab o'tib, kunlab namoz o'qimagan kishilarni o'ltirib o'taman degan. Chunki namozni 3 kundan ziyodasi bilan tashlayotgan, o'qimagan odam murtad deb hukm qilinib, o islomni o'ltiriladi degan qarash kuchlik va ko'p sonli ulamalarning qarashi bo'lganligi uchun. Va shindisi qala ba'duhum ulamalarning ba'zi mundaq dedi. Inna fardiyatal jamaa kana fi awwal al-islam li'ajli sadd al-bab ila al-munafiqin thumma nusikha. Jamoatning farzligi islomning dastlabida bo'lgan. Munofiqlarga ishni etib o'tish uchun keyin amaldan qoldirilgan. Bu xil qarashmi bor. Dastlabda bunda chin qilishda agar munofiqlar asta-asta suzilib qolsin, ayrilib qolsin, degan niyatda yo'l qo'yilgan demakchi. As-sadis innal murada bis salatul jumu'a xos. Maqsad namozdan juma namozi xosatan diguvchilarga bo'lgan. Har holda namoz bilan jamoat bilan namoz o'qish bak muhim. Ve yu'khazu min al-hadis, hamda hadisdan olinadigan hukm أخذ منه بعضهم أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال لأن تحريق البيوت عقوبة مالية. Buddhistin bazı ulamalar dastlabida, yani İslamning dastlabida jazo iqtisod bilan bo'lgan. Chunki o'yini ko'ydirib o'tish iqtisodiy jazo ya.
Şu dastlabda urush, o'ltirish emas, jarimanalik, iqtisodiy jarimani qo'yish bilan jazolash bo'lgan demakdir. Unda bo'lgan vaqtda ba'zi ishlarga iqtisodiy jarimani olsa bo'ladi. Ikkinchi, annal imam iza uriza lahu shughlun istakhlafa man yusalli bin nas. İkincisi, imamga bir aldırashchilikka chiqib qolsa, aldirash bo'lib qolsa, odamlarga namoz o'qib beradigan kishini o'rniga saylab qo'ysa bo'ladi degan edi. Bu elimdan. Aldirash chiqib qolgandan keyin boshqalar o'qib bersin bularni. Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadisidan shu chiqdi. Men odamga birini saylab qo'ysam. Va fi javazul insiraf ba'da iqamati salati li uzrin. Üçüncüsü bu hadisda namazga takbir o'qilib bo'lgandan keyin chiqib ketishning durustligiga bir sabab o'zri jahdidan. Ani Rasululloh namozga azon o'qilsa, andin imom bo'lsa, men chiqib ketsam demakchi. Ana shuningdan azon o'qilib bo'lgandan keyin, ya'ni takbir o'qilib bo'lgandan keyin chiqib ketsam bo'ladi. Ar-rabi taqdimul va'id والتهديد على العقوبة وأن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزجر اكتفى به على الأعلى. Va'idni, yani va'id degan qo'rqitish, tahdid selishni jazolashdan burun qilish lozim. Buzuq ish oddiyroq ish bilan tahdid qo'rqitishdan iborat oddiyroq ish bilan tugisa, oyoqlashsa, uning bilan yuqoriroq urush so'qashdan kifoyalaniladi. Ana tahdid silib qo'rqatsak ish tugisa, uningdan boshqa urush, so'qash, zarba berishdan kerak yo'q. Beshinchisi javozu ahlil jaraim ala g'urra. Beshinchisi jinoyatchilardan tulan elish. Durust jinoyat qilsa to'lan olsak, jarimani olsak bo'ladi. Ala jarimani. Beshinchisi yana nima? Tuyuqsiz, ushtum-tut jazolashning durustligi. Ala g'urra degan ushtum-tut tuyuqsiz jazolashning durustligi. Oltinchisi istadalla bihi Ibn al-Arabi va g'ayruhu ala mashru'iyyat qatl tarik salah mutahawidan biha ورد بأن التهديد بالتحريق لا يلزم منه وصول القتل لا دائما ولا غالبا. Bu hadis bilan İbn Arabi ve onun başqalar namozni urunliq qilib tashlab qo'yganlarni o'ltirish yo'lliq degan dalil talab qildi. Bu gapga ko'ydirish bilan tahdid selishdan o'ltirishning bo'lishi lozim kelmaydi deb raddiya berdi. Ne davomliq, ne ko'pincha. O ko'ydirimiz degan gapni o'ltirish to'g'ri kelmaydi. Har qanday ko'ydirilganning biri o'lmaydi bu yerda. Va fihi ruxsa lil imam aw naibih fi tark al jamaa li ikhraj man yastakhfi fi baytihi va yatruka. Buningda bu hadisda 7-si imamning yoki naibining jamoatni tashlab qo'yishga ruxsat bor. Uyga yushinib olgan jamoatni tashlagan kishilarni chiqarish uchun imom berib, men jamoatga kelganlarni bir tevkilay deb mangsa buni ruxsat bor. 8-si istadalla bi ala javoz imamatil maqdul ma'a wujudil fazil. Bu hadis bilan fazilatlik bir kishiga nima fazilatlik bir kishi bor bo'lsa-mu, uningdan tuvanroq bir kishining imom bo'lishining durustligiga dalil talab qilindi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ortiq fazil bo'lmas. Aşı fazil batusuma uning o'rniga Rasululloh birini saylab qo'ysam, imom qilib tiklab qo'ysam dedi. Demak, bu xil ahvolda, ya'ni yuqori martabalik ulamo bo'lgan kishi bor bo'lgandimi, uningdan tuvanroq imom bo'lsa bo'ladi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala hammamizga darsimizda barakatlik, manfaatli qilsin va davomlashtirishni nasib qilsin. Allah shu darsimizni anglab, darsimizdan manfaatlanganlarning bizni yod etib duo qilib qo'yishini o'tinaman, so'rayman. Allah hammanglarga xayrlik bersin.